nima qilyapti buni? Yo'qol. Yo'qolmaysanmi? Zadni chiqyapti. Befarosatmisa olmaysanmi aravang? Bu olsam bilasanmi qancha turishini? Aka, sen sabrli bo'l. Qanaqa sabr? Yig'ishtir, bo'l tez-tez. Aka, qo'ying ro'za Ramazon kunida, biron dilini og'ritmang. O bola, isming Nurullohmi seni? Ha, aka. Krasovka berib ketgan akam, tezlashtir bu. Aka, tushib olasizmi? Tili chiqib qol. Pulingni olganingdan keyin olib ket, tezlashtir. Bu tez, nechta pul o'zi? Aka, ming bor uzr, shunda o'zingiz olib ketib oling, iltimos. Olib kel, haqqingni olasan. Tezlashtir. Davay, tez bu. Aka, uzr, shunda ovozsiz yaxshi bo'lardi. Ha, boz nima deyapti? Men pulingni ol. Uzr, uyingiz adresini berganimda olib borib berardim, aka. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Vau, dahshatli Nurullo, shu mashinani oldingmi? Zo'r ekan, senga shunaqangi yarashdi. Zo'r. Qalay, yarasharmikan? Senga bundan zo'rlar yarashadi. 5 ta ol. Shuni oldim. Zo'r oshna, pulli bo'lsin. Mirsaytmi? O'zi-yu, ish so'rab kelyapti u. Bunga yarasha ish bormikin bu yerda? Yurchi, ko'rishmaymiz. Nima kelyapti ekan? Ber. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar nima qilyapsiz salom? Hafta nima qiladi? Mashina olgani keldim-da. O'zing nima qilyapsan bu yerda? Men shu hafta Bu yerda xonaqo ish so'rab kelgandursan, ha? Senga loyiq ish bormikin degan bu yerda. bu mashinani olmayman, Nurlo. Shuni oldim. Sen bilan ishlab yurganimda hali ham velosipedda yurgan bo'lardim. Maslahatim, ishini o'zgartirgin. Tushundingmi? Aka, hujjat tayyor bo'lib qoldimi? Aka, hujjatlaringiz tayyor. Xo'jayin imzo qo'yib bersa bo'ldi. Qani xo'jayinlaringiz? Mana o'zlar. Xo'jayin 3 yillik shartnomani 5 yil qilib berishimiz so'rayapti. Oyligi oz ekan. Shunga nima deysiz? Islombek, bu bolalar bizga begona emas. 5 yil emas, 10 yil qilib bersangiz ham bo'ladi. To'g'rimi, Nurullo? Yigitga yo'qchilik kelganda